Sovet Ittifoqining ichidagi mamlakatlarning hammasini o'zaro aloqasi qanaqadir ma'noda quruvchan konstruktiv munosabat bo'lish imkoniyati bor edi va tarixda hamma yo'qotganidek Rossiya ham bu imkoniyatni yo'qotdi. Agar o'sha Sovet Ittifoqi parchalanib ketgandan keyin Rossiya sobiq Sovet mamlakatlarining hammasini birinchi o'rinda o'zidagi o'sha shovinistik travmani bartaraf qila olib, barcha davlatlarni teng huquqli ko'ra olib, ular bilan hamkorlik qilish yo'lini izlaganda edi. Bu hududda balki juda yaxshi bir rivojlanish tendensiyalari ko'zda tutilgan bo'lardi va 30 yil ichida biz hozirgidan ko'ra ko'proq narsalarga erishgan bo'lardik ehtimol. Men shu o'rinda bir misolni keltirmoqchiman. Boris Nemtsovni Margaret Thatcher bilan suhbatini internetda o'zi sahifasida qo'ygan. O'shanda Margaret Thatcher Buyuk Britaniya imperialik kasalidan chiqib ketishda o'zini qo'l ostidagi davlatlarning hammasini hurmat qilishni o'rgandi. Shu xastalikka o'zidan yechib tashladi va hamma bilan teng munosabat qurishni boshladi. Shuni hisobiga Britaniya bugun ham Britaniya davlat sifatida o'zini izzatiga, obro'siga ega. Lekin sizlarda qiyin bo'ladi bu narsa deb Boris Nemtsovga aytgan, ruslarning xarakterini bilgan bo'lsa kerak. Shundan kelib chiqib bir narsani aytish mumkinki, biz hali bu muammo bilan ko'p to'qnashamiz va bu muammoning yechimi shimolda emas, bu muammoning yechimi bizning o'zimizda. Biz o'zimiz agar birlasha olsak, biz o'zimiz tarixda yo'l qo'yilgan xatolardan to'g'ri xulosalar chiqara olsak, o'sha milliy g'urur, milliy identifikatsion, immunitet masalalari, bu masalalarda agar biz xalqimizni birlashtira olsak, o'ylayman, bu tahdidlar qachonlardir to'xtaydi deb aytib bo'lmaydi. Bu endi har doim muntazam bo'ladi, faqat biz doim tayyor bo'lishimiz kerak va vaqtida javob bera olishimiz kerak.